Assalomu alaykum yurtdoshlar, hammasi sog' omonmi? Bugungi bichganlarim ikkita kichkina kaltacha, bitta choponcha, olmishlik choponim, ikkita katta nimcham tayyor bo'ldi. O'qish uy deb uspet qilmadim, bitta katta choponcham yarmi chola bo'lib qolyapti. Bugun Bulung'urga olib borib ularni topshirib kelaman. Bichganlarimni sotdim. Bu pulga yana material olib kelaman. Bu pulimni yo'l puli qilaman. O'qishga borib kelishimga xo'jayinimdan pul so'ramayman. Amallayman bularni. Har kun 10 mingdan ketadi. Rahmat hammalaringizga, sog' bo'linglar. Obuna bo'lish esdan chiqmasin. Assalomu alaykum yurtdoshlar, hammasi sog' omonmi? Bugungi bichganlarim ikkita kichkina kaltacha, bitta choponcha, olmishlik choponim, ikkita katta nimcham tayyor bo'ldi. O'qish uy deb uspet qilmadim, bitta katta choponcham yarmi chola bo'lib qolyapti. Bugun Bulung'urga olib borib ularni topshirib kelaman. Bichganlarimni sotdim. Bu pulga yana material olib kelaman. Bu pulimni yo'l puli qilaman. O'qishga borib kelishimga xo'jayinimdan pul so'ramayman. Amallayman bularni. Har kun 10 mingdan ketadi. Rahmat hammalaringizga, sog' bo'linglar. Obuna bo'lish esdan chiqmasin.